damda biz Mango Ligasining birinchi jang oldi master klassidamiz va shuni ta'kidlashim kerakki, master klassdan keyin esa tarozi face to face bo'ladi va bu yerda Bakir har doimgidek boshlovchilik qilyapti. Assalomu alaykum. Har doim siz janglarda, katta janglarda sahnada boshlovchilik qilasiz. Aynan Mangoni janglari hech qanday shousiz boshlanyapti. Bu uning faoliyatiga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Hozir men shunday chaqirib olay, keyin javob beraman. MMA Andijon O'zbekiston Xotamboy Nazara. Bu скорее всего UFC'ni auditoriyasiga moslashgan yoki bo'lmasam UFC'ni bitta liniyasida ketadigan liga bo'ladi bu. Xudo xolasa. Ana shoularsiz, har xil PRlarsiz, trash talklarsiz, toza jang, toza bo'y, toza MMA haqiqiy janglarni ko'ramasiz. Ertaga 7 fevral kuni Xumorinda ko'rishamiz 18:00 da.